ikkinchi qism. Biroq ishlarning bu tariqada bo'lib ketishini o'ylab boqmagan edi. Shu topda Railaning yuragi pichoq bilan tilgandek og'rimoqda edi. Shunchalik bearam bo'layotdi. U uyga kirdi. Yotoq uyga kirgunicha buqquldab yig'lab ketdi. Uning hozir birdan-bir qila oladigan ishi faqat yig'lashla edi. Irshad Railaga xuddi dushmanga qaraydigandek qaraydigan bo'lib qoldi. Uning buruq go'zal aslimlari kelmasga ketgan edi. Endi Irshad bilan Raila dushmanlardek bo'lib qolishgan edi. Bir qatam Raila ehtiyotsizlikdan Irshadning putini dastlab soldi. Irshad Railaga shunchalik sat olib qo'yib chiqib ketdi. Raila shu topda intayin bichora odamlardek his qilib qolgan edi. Buni ko'rgan Abdulla: "Ohoy, u oshib-mashqlar urushib qolgan o'xshamamdi." Hammalar faraqqa kirishib ketishdi. Shu topda Raila o'zini qo'yg'idek yerini topolmay qoldi. Shunda qilib ular ayrilib ketishdi. Bu qitimda ayrilish Raila uchun mangulik ayrilishdan tuyulib ketgan edi. Raila shu vaqtdagi ishlarni o'ylab ko'ngli buzilishga boshladi. Apsi to'xli o'chirib chiqib ketgan edi. Bo'ldilar, ko'nglimni yerim qildi. Uyqumni uxlayvering. Raila shundoq deb qo'ygunicha uxlab qoldi. Raila hozir cho'ng bir oliy maktabda o'qiydi. Oliy maktab yurtida bo'lganligi uchun berib kelib o'qishni biladi. U hozir o'zidan cho'ng bir sinfda o'qiydigan bir o'g'il bolani yaxshi ko'rib qoldi. Kelqi kuni do'sti Nurisa bilan ketib boradi. To'yuqsiz yeridan bir o'g'il bola surilib o'tib ketdi. Railada illiq bir xil sezim paydo bo'lgan edi. "Kechiring-a?" O'g'il bola shundoq deb qo'yganicha yetib ketdi. U bolaning Railaga qarashlari, qaddi qomati, qop-qora ko'zlari, o'ymoqdek eg'izlari, qonsharliq burunlari Railani o'ziga rob qilib olgan edi. U haqiqatan bir kelishgan yigit edi. Raila uning orqasidan qarab qoldi. Railada bir xil sezim paydo bo'lmoqda edi. Nurisa Railani o'qib: "Hey, nima bo'ldi? Uningga bekla qarab ketding-ku? Ajibo sen uni yaxshi ko'rib qolmagansan?" Yo'q-ay. Hey, sarangmusan? Shu mundaqla qarab qo'ydim. Raila andikkan holda shundoq deb qo'ygani bilan u bolaga rostila ko'yib qolgandek qiladi. U uyga qaytib keldi. Biroq u bayqi o'g'il bolani zodil unutolmayotdi. Nega borsa, shu bola uning ko'z oldiga kelib oladi. U o'ylamay deb shuncha qilsa-mu, biroq yana o'zini tutib ololmay qolib. Demak, Raila rostila u yigitga oshiq bo'lib qolgan edi. U uyga qaytib keldi. Shundoq shirin xiyollar qilyotdi. Xiyolida u yigit bilan maktabda u yoqdan bu yoq mengayotdi. Maktabdagilar bo'lsa: "Qaranglar, nimandaq moslashgan bir juftlar bu, ha? Ajab moslashibdi. Men shunday yurgan bo'lsam-chi, mana sana qiz chiqamda. Maladek bir yurib baqasan. Odamning rostli ko'zining yig'ini yeydigan bo'la. Rostilla oltin uzukka yoqut ko'z qo'ygandekli moslashibdi, ha?" deb ularni havas qilyotdi. Birdilla: "Qizim, nim bo'ldi? Xiyol dengizga petib ketibsan-ku. Hey!" deb varqirgan ovozdan cho'chib oldiga qaradi. U dal Railaning opisi edi. Hech nima deb qo'ydi Raila tilining uchidala. Buningdan biror shumliqni sezgan opisi: "Rost gap qila. Rost bir ish bo'ldimi? Necha kundan buyon bakla g'alit bo'lib qoldim," dedi. "Yo'q, opa, bo'ldi qilg'ina, hech yo'q." Raila shundoq deb opisini oldi. "Ha, bo'pti. Sana biror ish bo'lmasli bo'ladi-ku. Biz shuningdan xushal." Opisi shundoq deb qo'yg'inicha uyga kirib ketdi. Shu vaqtda Railaning yuragi oromga tushdi.
Chunki bu ishni opasi bilsa, Railani yana to'saydi. Atsi maktabga bordi. Berib, yanala u yigitni izlashga boshladi. Biroq uni topolmadi. U oxiri surishtirib yurib, u bolaning o'zidan bir sinf yuqori o'qiydiganligini bildi. Uning esiga darhol o'zidan bir sinf yuqori o'qiydigan Gulxumor keldi. Ular mushu maktabga kelib tanishib qolgan edi. Gulxumor chiqishga qiz bo'lg'achqa, ular chiqishib qolgan edi. Hamda xuddi bir qo'rsoq aytsinlardek bo'lib ketgan edi. U Gulxumorni izlab topdi. Sinfga kirib hayron qoldi. Necha vaqtdan kuyib pishib yurgan heliqi yigit Gulxumorlarning sinfida edi. Tova davatdi Raila u yigit dal Gulxumorlarning sinfida o'qiydi. Bu uning uchun tepilg'usiz fursat edi. U Gulxumorga qarab, "Adash, au bola sizlarning sinfda o'qimda?" dedi. Qo'li bilan ko'rsatdi. "Shunda, u bizning sinfda o'qiydi. Nim bo'ldi? Ajiba sen uni..." Jim. Raila Gulxumorning og'zini tutib oldi. "Boshqa yoqqa boraylik." Raila shundoq degunicha Gulxumor bilan bir o'rindiq kelib o'tirdi. Ular birdan jimjit o'tirgandan keyin Gulxumor: "Adash, sen rostila Azmatni yaxshi ko'rib qolmagansan?" Raila beshini lashitdi. "Men bilgan edim, adash. Bunda qilsang bo'lmaydi. U bolaning orqasida samandek qizlar agib yurishidi. Ota-onasi boy kishilar. Sen u bolaga hargiz loyiq kelmaysan." Raila buni anglab tasla qoldi, yig'lab ketdi. "Boy bo'lsa nim bo'pti? Gadoy bo'lsa nim bo'pti? Qizlar yursa nim bo'pti? Men shu qizlarning birasi bo'larman shu." "Hey, sarangmisan? Uning holi bakli cho'ng. Oson qizlarni yaratmaydi. Qolg'ini o'zingga bog'liq, adash. Menga bir yordam qilg'ina," dedi Raila. "Nima yordam qilma? Shu yigit bilan meni ko'rishtirgin." "Kallang ishib qoldimi? U sen ko'rish degangina sen bilan ko'rishammi? Uxlamay tush ko'rma. Xo'sh, darsim bor edi." Gulxumor shundoq degunicha sinfga kirib ketdi. Bechora Raila shu topda nima qilishni bilolmay qiynalayotdi. Raila uyga keldi. Uyga kelibla harg'icha yig'ladi. Biroq bu ish yig'lag'an hal bo'lmadi. Qaraganda u yigitni Raila haqiqatan bekli yaxshi ko'rib qolgan edi. U oxiri g'ayratga keldi. Biroq umrida talab xati, muhabbat xati degandek narsalarni yozib baxmagan Raila uchun bu ish intayin qiyin edi. Helimi Ershadga yezib nomusli qolgan emasmi? Yana shundoq bo'lib qolarmi? U shundalarni xiyol qilatdi. Biroq ichidagi shaytonlari uni jim turg'izmayotdi. U oxiri qo'lga qog'oz qalam oldi. U nurg'un varaqlarni zayo qilib yurib, oxiri yezib chiqdi. U ertasi Gulxumorni izlab xatni o'rniga tutqizdi. Hamda Azmatga berib qo'yishni aytdi. "Men senga shuncha desam ishonmading. Qarab tur, azar yeb qolsa." Gulxumor mangay deb turishiga Azmat Gulxumorning yoniga kelib, "Gulxumor, u qiz kim? Nimanak chiroyliq? Maktabga zulma u?" dedi. "Yo'qay, mening do'stim." Gulxumorning chiroyi o'ngib ketgan edi. Azmat Railaning yoniga berib, qo'lini tag'lab, "Yaxshimisiz? Siz bilan ko'rishganligimdan intayin xursandman," dedi. Raila shu topda gangirab qolgan edi. Uning gangirab qolganini ko'rgan Azmat darhol qo'lni tortdi va "Biror yordam lozim bo'lsa da, men har vaqt tayyor," deb qo'ygunicha sinfga kirib ketdi. Shu topda Gulxumorning hasad o'ti ko'chaymoqda edi. Chunki Gulxumormo Azmatni yaxshi ko'radi. Azmatning Railani tunji ko'ribla qilgan ishi uni sal ansirtib qo'ydi. Raila texichi joyida qaytib qolgan qo'ziqdek turmoqda edi. Raila shu topda intayin xushal bo'lmoqda edi. Chunki Azmatning tunji ko'rishib qilgan ishi uni baxtli xushal qilgan edi.
Hey Isit, nimishqimi uning qo'lini tutib olmagandiman? Hey Isit. Rayla pushaymon qilibmi ulgurgan edi. Nimishqimi uning qo'lini tutib olmagandiman? Hey. Rayla shunda xayollar ilkida uyga qandoq kelib qolganini bilmayla qoldi. U uyga kelib tamoqini yeb, opasiga ozroq qarishib beribla hujrasiga kirib ketdi. Uning butun asiyodi azimatli edi. Mana kunlar mushu tariqada o'tayverdi. O'zidan besinib o'qir o'qiydigan azimatlarni o'qish puturdig'iga oz qoldi. Shu topda Rayla shunchalik jiri bo'lmoqda edi. U endi bir amal topsa bo'lmaydi. Qanday qilish kerak? Uning beshi shu qadar qatmoqda edi. Zodi qanday qilishim kerak? Uning talsida faqat mush birlicha so'zni agitdi. U hech qanday amal topolmadi. Oxiri o'zini sinab yaqash, ta'limni sinash maqsadiga keldi. U azimatlarni oldiga keldi. Biroq azimat bir qiz bilan paralashib turibdi. Rayla ikkilanib qoldi. Qanday qilay? U shunday ikkilanib turgan paytda azimat o'z uni ko'rib qoldi va Raylaning oldiga yugurib ketdi. Maktab güzeli. Bizning sinfning oldiga kelib qolibsiz-ku. Biray yordamim kerakmi? Dedi. Rayla shu topda nima qilishni bilolmay ko'ngilga qolgan edi. U aylanib kelgan edi. Deyarli qarab. Aslida bizning sinfdagi bir haftaga ko'nglim tushib ketgan-sizda. Raylaning o'zi ko'ngli borliqni bildi. Yo'qay. Rayla duduqlagan holda shundoq dedi. Amis bo'pti. Keyinchi ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Azimat shundoq deb qo'yganicha orqasiga burilib ketib qoldi. Shu topda Raylani Azimat shunchalik chaqirmish bor edi. Biroq undoq qilmadi. Birdan ketib bo'lgan Azimat orqasiga keldi. Maktab güzeli. Sizning bilsam bo'ladi. Dedi. Albatta bo'ladi. Raylani tezda javob berdi. Mening ismim Rayla, sizning-chi? Rayla bilib tursimi, qasddan so'ragan. Mening ismim Azimat. Siz bilan tanishganligimdan intayin xushalman. U qo'lini Raylaga tanlagan edi. Raylani yana oldingi qatimqadek pushaymonni qilishdan oldin elish uchun darhol Azimatdan qo'lini tutdi. Azimat ketib qoldi. Rayla atrofga shunday qarab cho'chib ketdi. Jip ko'zlar uni o'rib elishib. Hey! Azimat azaldan hech kimga bunday qizg'inlik bilan muomala qilib boqmagan. Tova. Bu seriq to'k nereden paydo bo'ldi amri? Desa, ba'zilar bu cho'qim Azimatning kallasini aylantirib oldi. Deydi. Bularning hammasi qiz o'quvchilar edi. Rayla burilib ketib qoldi. Shu topda ularning hasad o'tlari kuchaymoqda edi. Azimatni mushu seriq tukka tortqizib qo'yamdi, dedi Gulxumar. Gerçi Raylaning do'sti bo'lsin. Gulxumarning ko'zlaridan hasad qilayotganligini ko'rib bo'ladi. Buda hargiz uni bu yerga yo'latmaylik. Ular shundoq deb qo'yishga ketib qolishdi. Rayla uning ishlari o'yladi. Azimatning ketib bo'lib qaytib kelgani uning bir xush qilgan edi. Shu topda Raylaning yuragi o'ynab ketdi. Hash-pashligicha Azimat bilan o'qish turdig'iga 2 kun qoldi. Rayla qattiq jiddiylashishga boshladi. Biroq u hech qanday amal qilmadi. Azimatlar o'qish turib ketib qoldi. Raylaga bu maktab xuddi qop-qora bo'lib o'lgandek shunchalik tez bo'lmoqda. Uni hozir birdan qiladigan kishi Azimatni. Uni shu vaqt qilgan qizg'in muomalani o'ylash bilan o'tdi. Kunlar shu tariqada o'tib, Rayla bu jimjitlikni ko'rib qoldi. U bara Azimatni unutishga boshlagan edi. Mana hash-pashligicha vaqtlarmi intayin tez o'tib, Raylalarning o'qish bitiradigan vaqti yetib keldi. Raylaga maktabdagi nurg'un
Chunki Railaning ko'ngli allaburun Azimat tarafga o'tib bo'lgan edi. Bir kuni Raila maktab darvozasi oldiga bir shirkatning xizmatchi xodim qabul qilganlik ishni ko'rib qoldi. U shu shirkatga imtihon berib berish qaroriga keldi. Ta'limni sinab berish kerak edi. Chunki ota-onasining unini kutganini shu edi. U ta'limni sinab berish uchun shu shirkatga qarab bordi. U shirkat xeyli cho'ng nomidagi shirkatlarning biri edi. U sal jiddiyleşib qolgan edi. Men o'talarmanmi? O'talmay qolsam qandoq bo'lar? U oxiri avval berib berish qaroriga keldi. O'talmay qolsam boshqa xizmat qilarman bo'lmasa. Shirkat degan ko'p-ku. Railaning ingliz tili saviyasi xeyli yuqori edi. Ularning imtihonning birinchi turi ingliz tili saviyasi sinash imtihoni edi. Railaning ingliz tili saviyasi yaxshi bo'lganligi uchun u bu shirkatning har bir imtihonlaridan yaxshi natijalar bilan o'tib ketdi. U shu topda intayin xushal bo'lmoqda edi. U bu shirkatda praktikanlikka tushdi. Uning bu shirkatda praktik hayoti boshlandi. U bu shirkatga kelib Guljamol, Mavluda, Dilnur qatorliq bir qanchasi bilan yaqin do'stlardan bo'lib qoldi. U bu shirkatda yana kimni ko'rdi bilamsizlar? Gulxumarni ko'rgan edi. Gulxumarning darajasi xeyli yuqori edi. Raila setish bo'limida ishlasa, Gulxumar lider ishxonasida ishlaydi. Gulxumar Railani ko'rib, xuddi uni mansitmagandek, ko'zga ilmagandek qiliqlarni qilmoqda edi. Raila Gulxumarning yoniga berib, "Adash, qandaqroq yaxshi turyotamsan?" deysi bilan tang Gulxumar uningga xuddi yevatkudek alpozda qarab, "Meni tonimsan? Men seni tonimayman. Men qachon sening onaching bo'lib qoldim? Bilib qol, men sendan yuqori o'rinda turaman. Meni xo'jayin yoki boshliqda. Bo'lmasa, ikki putingni bir o'tik tiqib qo'yma yana", dedi. Hamda xuddi quyrug'i uzilib ketgan itlardek mingib ketib qoldi. Railaning ko'ngli buzilishga boshlagan edi. Tova, u rostli Gulxumar emasmidi? U Gulxumarga nimanchi bola o'xshaydi amsa? Raila shunda xiyollarni qilmoqda edi. Uning ko'ngliga Mavluda, Dilnur, Guljamollar tasalli bermoqda edi. Ular og'ziga tegmay Gulxumarni so'kishmoqda edi. "Haras adash, sen bu Gulxumar deganni qandoq taniysan?" dedi Guljamol. "Men shu burun uning bilan bir maktabda o'qigan." Raila oddiy qilib javob berdi. Shu topda Raila Gulxumarning bunchalik darajada o'silib ketganini kallasidan uzoqdan o'tkazolmay yotdi. U beyaram bo'lmoqda edi. Raila bu shirkatga kelib, berilib ishladi. Xizmatni oldingi o'ringa qo'ydi. Uni tirishib ishlayotganligini ko'rgan boshliqlari uning qoyil bo'lmoqda edi. U shunday tirishchanlik bilan ishlash jarayonida nurg'un qiyinchilik va jafolarni tortdi. Uning erishgan halovatidan tortgan jafosi ko'p bo'ldi. Bir qatim yozadigan narsaning ko'pligida u bir kecha uxlamay yozib chiqdi. Uning atisi ko'zi qizirib ketgan edi. Bu qizning shunchalik jafoliq hamda berilib ishlayotganini ko'rgan boshqa do'stlari, "Adash, xizmatga bunchalik o'zini urib ketma", desa, u faqat pisand qilmaydi. Chunki u yana xizmatni oldingi o'ringa qo'yadi. Shu sababli maosh tarqatgandimi hammadan ko'p oladi. Xizmatdoshlari uni havas qilib qarashadi. Bir kuni u shirkatga kirib etib, tonish chiroy birsini ko'rib qoldi. U zodi kimdi? Uni nerda ko'rgan bo'lg'aydi? Raila qayta o'ylamoqda edi. Xuddi uni bir yerda ko'rgandek qiladi. Garchi orqasidan ko'rgan bo'lsa-mu, uning nimishlari xuddi birisiga pakla o'xshaydi. Uning kallasi o'mash bo'lib ketgan edi. U uyga qaytdi. Uning kallasi yanala bayonqi tonish chiroy kishida edi. U zodi kimdi? Uning kallasida mush birli savol aytdi.
Bo'ldilar, uxlab qopsam o'ngishilib qolaman. Raila uyquga ketdi. Ertasi u o'zini yeniklab qolgandek his qilmoqda edi. U o'rnidan turib, chayni ichib, shirkatga qarab bordi. U shirkat ishigida xiyol surib mang'anlik sababidan birisi bilan so'qilib ketdi. U balaning beshi töven silingan bo'lib, qo'lida harg'ichi hujjatlar bor edi. Raila so'qilib uning qo'liga narsalarni tushirayotgan edi. "Kechiring, mendan o'tdi." U bala bo'lsa to'xtamay chekilib ketgan materiallarni tarmak bilan avara edi. Raila mu erishib berdi. "Kechiring, men xato qildim." U bala Railaga shunday qarab, ko'zlari yo'g'lab ketdi. Uning ko'zlaridan nur chaqnamoqda edi. Railaning mu shu topda yuraklari o'ynab ketyotdi. U dal heliqi oliy maktabda o'qiyotgan vaqtda ko'yib qolgan. O'zidan bir sinf yuqori o'qiydigan bola Azimat edi. "Siz..." Raila shundoq deyishiga Azimat "Kechiring, keyin ko'rishamiz" deb qo'yganicha ketib qoldi. Martali Gulxumar yetib keldi. Sen zot uningga nima deding?" Gulxumar Railani tillab nuqishmoqda edi.